Tabriklayman, siz o'zingizni ideal ustozingizni topdingiz. Raspakovka chek. Bugun sizlar bilan Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovka qilib, sizlar bilan chetdan zakaz qilish bo'yicha gaplashamiz. Nimagadir ko'pchilik ayol va qizlar chetdan zakaz qilish haqida eshitgan-u, lekin tavakkal qilishga qo'rqadi. Sifatli kelmaydi yoki qimmatga tushib ketadi deb o'ylaydi. Lekin sizlar bilasizlarmi, qanchalik pulinglarni sizlar bozorda qimmat narsalarga sarflayapsizlar. Masalan, mana shu etik menga kargolari bilan 70 mingga tushgan. Aynan mana shu shuba esa kargolari bilan menga 120 mingga tushgan. O'zimizda tushunishinglar uchun 350 mingdan sotiladi. Va sumkalar aytmaysizlarmi, shunaqa estetik sumkalarni arzon narxlarga olsanglar bo'ladi. Sevib yig'ayotgan qizlarga ham ayni muddo. Aynan shu kichkina sumочка menga kargosi bilan 68 mingga tushgan. Sifatini esa videoda shundoq ko'rib turibsizlar. Kimga yoqmaydi bunaqa arzon sifatli tovarlarni o'zini narxida olish. Mana shu krossovka ham menga kargosi bilan 95 mingga tushgan. O'zimizda 280 mingga ko'rgandim. Siz ham bozordan qimmat narxlarga olishdan charchagan bo'lsangiz, unda sizni o'zimiz zakaz pro kursimga taklif qilaman. U yerda siz chet davlatlardan o'zini narxida sifatli tovarlarni olib keltirishni o'rganasiz va anchagina pulingizni ham tejab qolasiz. Zo'r-ku, bozordan 300 ming, 400 mingga oladigan narsangizni teng yarim narxida olsangiz. Kurs haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan yozing.